Robbimga hamdlar bo'lsin. Biz o'sha izlagan toshimizni topdik. Mana buni qarang. Mana buni qarang. Bir kishilik joy. Sahih Buxoriyda kelgan buni rivoyati. Bu joyda ikkita tosh bor. Shu ikkala tosh Ibrohim vodiysini yonbag'rida joylashgan. Sahih Buxoriyda kelgan buni rivoyati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toshning soyasida yotib dam olgan paytlarida Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu tashqariga chiqib Makkaliklar kelmayaptimi deb aylanib yurganlar. Qo'llarida suv meshlari bo'lgan. Ozgina suv qolgan bo'ladi. Mana bu joyda hozir biz tuyani ko'rdik. Tuyani oldida cho'ponlar bor. Hozir ham xuddi 1500 yil oldingidek. Cho'pondan qo'yni sog'ishni so'radilar va sog'dilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga olib kelib berdilar. Shunda mashhur so'zlarni aytganlar Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhisalom sutdan ichdilar. U kishi sut ichdilar, men qondim, men to'ydim deganlar. Bu ham muhabbatning eng buyuk ko'rinishlaridan biri. Abu Bakr radhiyallohu anhudan o'zi Alloh o'zi rozi bo'lsin. Atrof sahro. Biz piyoda bir necha soatdan beri yuribmiz, mashinamiz o'sha tarafda qolgan. O'sha katta mashina yurgan joyda. Lekin alhamdulillah Robbimga shukr biz topdik bu toshni. Atrof juda ham qiziq joylarga to'la ekan. Inshaalloh duo qilinglar, ikkinchi nariga Mauna vodiysidagi toshni ham topamiz Xudo xohlasa. Shu ikkala tosh haqida Hijratun Nabiy, ya'ni Rasululloh hijrat qilgan paytlarda zikr qilinadi. Atrof